2010-yildan 2018-yilgacha Qiziltepa sanatoriyasida, hozirgacha esa Oqrabot mahalla fuqarolar yig'ini uzun qishlog'ida o'z xonadonida hijoma, ya'ni kerakli joydan keraksiz qonni olib tashlash yo'li bilan insonlarni samarali davolab kelayotgan o'z kasbining ustasi, tabobat bo'yicha Qashqadaryo viloyati direktori o'rinbosari Rustamjon Boyqobilov yangi manzilda, ya'ni Qamashi tumanimizda Navoiy mahallasi To'ron ko'chasi Abdulloh shifoxonasida ish boshladi. Mo'ljal Qamashi yuqumli kasalliklar infeksion shifoxonasi bilan yonma-yon. Murojaat uchun telefonlar 99 lik kod bilan 668 03 68, 77 lik kod bilan 062 65 06. Tashrif buyuring va tabiiy yo'l bilan davolaning. Yuqori qon bosimi muammolari, vahima, qo'rquv, siqilish, yurakning tez urishi va havo yetishmasligi, tushkunlikka tushish, miya uxlamasligi, o'z uyidan va yolg'izlikdan qo'rqish, nevroz, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, bo'yin, yelka va bel og'riqlari, qo'l-oyoq uvishi va og'rig'i, asabiylashish, boshning isib ketishi yoki muzlab qolishi, oyoq isishi yoki muzlash, bel va bo'yin grijasi, bolalarda qorin og'rig'i, bezovta oyoqlar sindromi, yuz va tanada oq dog'lar, gijja kasalligi, bavosil, gemoroy, jarrohliksiz tabobat. 2005-yildan buyon tabobat bilan shug'ullanib kelayotgan Rustamjon Boyqobilov muolajalari orqali mingdan ziyod bemorlar shifo topgan. Sog'lom hayot sari bir qadam tashlang.